Assalomu alaykum. Topik 1ning 34 dan 39 gacha bo'lgan ilk savollarni bajarish metodini o'rganamiz. Birinchi o'rinda testimizni sharti bilan tanishadigan bo'lsak, pogi va kachchi qaroyat rokal qat'an majim bo'lsa ko'rish pishiyor. Ya'ni namunadagidek qausga kiradigan eng to'g'ri javobni toping deb aytayapti. Biz namuna o'rnidagi savolni oldin ko'ramiz, undan keyin testimizni bajarishni boshlasak ham bo'ladi. Test yetishdan oldin har doim variantlarni o'qishimiz kerak deb aytilgan edi va sababini ham oldingi videoda aytib o'tganman. Demak, birinchi variantimiz bu param. Param shamol. 2 yon pil, qalam, supak, tarvuz, nengmen bu ovqatning nomi. G'ayri choamida, momora sasini. Demak, mevani yoqtiraman, nimanidir sotib oldim. Xo'p, mevani yoqtiradigan odam nimani sotib oladi? Albatta, supak, ya'ni tarvuzni sotib olish kerak. To'g'ri, bu yerda qo'ygan variantlar to'g'ri kelmaydi, ammo supakni siz o'ylashingiz mumkin, bu meva emas, poliz ekini deb, lekin koreyslar uchun bular meva hisoblanadi. Demak, 34-testimizni bajarishni boshlaymiz. Demak, birinchi variantimizda sida deyapti, bu yerda fe'llar kelyapti. Sida yozmoq, foydalanmoq. Keyingisi chumnida, ya'ni chuda bermoq. Keyingisi mannamnida, ya'ni mannada uchrashmoq va iqsonnida deyapti, ilkpa emas, ikpa deb o'qiladi. Bu o'qimoq degan ma'noni bildiradi. Xo'p, savolda Tingue sengirimnida. Do'stimning tug'ilgan kuni. Sonmo'g'ri ting. Do'stining tug'ilgan kuni bo'lsa sovg'ani nima qiladi? Albatta, beradi. Shu uchun to'g'ri javob 2 bo'lib keladi. Agar test yetish usuli sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa agar, quyida sizga savollarni qoldiraman va to'g'ri javobni kommentariyada qoldirishga harakat qiling. Yanada ko'proq o'rganish uchun bizning kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang.